Mana sizga haqiqiy shuba retsepti. Ko'rinishini o'zi odam ishtahasini rosa qitiqlaydi. Ta'mini-ku umuman gapirmasam ham bo'ladi. Oldin bitta yurekchani bosib qo'yib, keyin videoni ko'ring, ko'rib xursand bo'laman. 4 qolipini ichiga ketma-ket qaynatilgan sabzavotlarimizni taxlab, har birini orasiga tuz va mayonez qilishni unutmang. Baliqni qo'yishdan oldin e'tiborli bo'ling. Teg qismida kartoshka bo'lishi kerak, baliqni ustki qismida esa tuxum oqi qo'yilgan bo'lishi kerak. Ana shunda haqiqiy shubani ta'mini his qilasiz. Turli xildagi shirinli, salatli, ro'zg'orbob retseptlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zimni offline kursimga sizni taklif qilib qolaman. Sizga yoqqan bo'lsa, albatta yurekchani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Mazali, dasturxon ko'rinishini chiroyli qilib ochadigan eng original retsept bo'yicha ananasli salat. Ketma-ketlikda jo'xori, tovuq filesi, bodring, salat bargi va salatimizda bosh rolda ishtirok etadigan Picasso brendini ananaslardan qo'shib olamiz. Yorqin ko'rinishi va mazali ta'mga egaligi bilan ko'p xil brendlardan ajralib turadigan ushbu Picasso brendini albatta siz ham foydalanib ko'ring. Ta'mga ko'ra mayonez hamda tuz qo'shib yaxshilab yengil harakat bilan aralashtirib olasiz. Albatta yoqqan bo'lsa, yurekchani bosib qo'yishni unutmaysiz. Ko'rib xursand bo'laman. Endi bu salatni ham qilib ko'rmasangiz bo'lmaydi. Ustlarini xuddi shunaqa chiroyli qilib yasatib, mehmon dasturxoniga qo'ysangiz, sizni rosa duo qilib yeb olishadi. Har doimgidek eslatib o'taman, yurekchani bosib keyin videoni ko'rishda davom eting, ko'rib xursand bo'laman. Ketma-ket yirik to'ralgan mahsulotlarni sovib olib, 20 yillik tajribaga ega bo'lgan eko konserva jo'xorilardan qo'shib olamiz. Har xil brendga ega bo'lgan konserva jo'xorilardan ajralib turishiga yana bir bor amin bo'ldim. Shuning uchun ham qo'rqmasdan sizlarga tavsiya qilaman, albatta sizlar ham ishlatib ko'ringlar. To'liq retseptini video tagidan topishingiz mumkin. Salatlarni son-sanog'i qancha bo'lmasin, baribir oliveyni o'rni boshqacha, to'g'rimi? Birin-ketin sho'rtangina suvda qaynagan sabzavotlarimizni chiroyli qilib yirik qilib to'rab olib, tog'oraga sovolamiz. Ustidan garov, mayonez, tabiiy ko'ra tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Issiq nonlar bilan maza qilib yeb olsa, rosa zo'r ketadi, to'g'rimi qizlar? Bitta yurekchani bosib qo'yishni unutmaysiz. Qancha bodring dedingiz? 150 gramm dedingiz.